Video ko'rganingizga pul to'layman. Men bu $100 like bosganlarga, men bu $100 komment yozganlarga like bosib, komment yozsangiz $200 siznikida. 11 ta Kia qo'yib beraman arzon narxlarda. 3 ta K5, 4 ta Seltos, 4 ta Sonet. Kia K5 $1,5 ming qo'yilganida 27 ming yurgan top-toza $1000 bilan hamma xarajat ichida bitta pasportga o'zingiz nomingizga olib chiqib beraman. Men bunisi $900, koja salonli, yaxshisini qidirayotgan bo'lsangiz $1,5 ming. Men bunisi $150 emas, $100 bilan ishingizni bitirib beraman. Haydab ketsangiz bo'ldi. Men bunisi $400. Men bu neobishni rangdagisi bir sim boshlang'ich to'lamasdan haydab ketsangiz bo'ladi. Lukli kraskasi top-toza 68 ming yurgan. Men bu Lukli $250. Sanetlar $400 dan, $500 dan, men bunisini oqini, oppoq kraskasi tozasini $300 bilan chiqarib beraman. Bular bo'yicha to'liq ma'lumotni, oliy to'lovlarni Telegram kanalimizga o'tib bilsangiz bo'ladi. Men bularni yutib olish esingizdan chiqmadimi? Like bosing, komment yozing. 2 kun ichida xudo xolasa aniqlab olamiz. Bosinglar.